Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Mana yangi yuklarimiz keldi. Strapila pol, strapila chuqur razmer, polli ham chuqur razmer. Pollilarimiz bega tushdi. Ochilmagan pollar bo'ladi. Xudo xolasa hozir bilan tushishi bilan chiroyli obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang akalar. Sifatlari yo'g'oncha. Hozir balandlaganda ko'rsataman. Shuning uchun videoni o'rtasiga qo'yib ketibman. Ya'ni bu usti tarafi bo'ladi yog'ochchi. Bu 100 okalar. Ko'rishinglar mumkin, juda katta bitog'i umuman yo'q. Taxta nisbati 100% zo'r. 1.5 sort. Mana yo'llar okalar. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek, mana bizga yangi yuklarimiz keldi. Xudo xolasa hozir bilan hammasini birma-bir obzor qilamiz. Xo'p akalar, obzor qilishimizdan oldin bir dona like bosib qo'yasiz, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz, xursand bo'lgan bo'lardi. Pastda raqamlarni qoldiraman. Xudo xolasa bemalol zakaz beraverasizlar. Telegram, WhatsApp hamma tarmoqda mavjudmiz. O'sha nomerga ulanganmisiz, shuni yozsangiz chiqadi akalar. Bo'lmasa biz bir chekkadan boshlaymiz. Videoni tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxda sizlarga hozir narxlarni tanishtirib o'taman. Bo'lmasa biz shu bugun kecha qachqon tushgan yangi yukimiz 9 ga 3,5, uzunligi 4 metrli strapiladan boshlaymiz akalar. Eni 9, qalinligi o'sha 33-34 ko'rsatadi, uzunligi 4.20 gacha chiqadi akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, bu toza qarag'ay bo'ladi. Videoni boshida ko'rganingizki, buni bitta shunaqa bo'lgani bilan ichini men o'sha videoni boshida ko'rdingiz, shu taxtalar hammasi. Hozir men narxini aytaman, narxi 47 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Holatlari absolutni zo'r bo'ladi. Mana yo'llar akalar. Misol. Xo'p, bu yerda 10 millik razmeri bor, 11 ga 3,5, uzunligi o'sha buni ham 4.20 gacha. Bu rosa juda chiroyli keldi strapilamiz. Sifatlari har doimgidan zo'r keldi. Uzunligi 4.20 gacha, bu ham 11 ga shuni 33ligi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini akalar 57 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari absolutni zo'r buni ham. Bu yerda 14 li razmeri bor, 14 ga 3,5, uzunligi 4 metrli, sifatlar zo'r, holatlar a'lo darajada bo'ladi. 14 ga 3,5, uzunligi 4.20. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini 73 ming so'mdan qilib beraman akalar. Buni ham sifati o'ta chiroyli, o'ta zo'r bo'lgan akalar. Bu yerda mana hop lapshalarim bor. Mana shu chuqur lapsham. Hop 21 ming so'mdan, 22 ming so'mdan, 19 ming so'mdan, 6 ga 2,5, 8 ga 2, 7 ga 2. Narxini bildinglar. Sifatlari xudo xolasa zo'r. Bu 14ligimiz 71 mingdan beraveraman. Shu yerda 1 2 3 60 dan oshiqroq bor. 71 ming so'mdan beraman buni. Mabodo ma'qul kelsa. Hop. 6 metrli strapilamiz. Hozir kunda yana trendga chiqgan 6 metrli strapilalar juda ko'pchilik hozir talab yana kuchaydi bu 6 metrli strapilaga. 11 ga 3,5, o'sha 18 ga 33 chiqadi, uzunligi 4 metrli, 6 metrli. Buni orqa tarafdan ko'rsatib akalar. Atalab orqa tarafini ko'rsatma. Uncha kishi taxtini orqa tarafini ko'rsatmaydi. Hamma aybi o'z orqasida bo'ladi, yog'ochchi. Misol olganda deyman-da. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu narxini akalar 89 ming so'mdan qilib beramiz. O'sha narxda, eski narxda qoladigan bo'ldi bu yog'ochimiz. Telefon qilasizlar, xudo xolasa yaxshi narx, foydalanib olinglar. Yangi kelitganlari xudo xolasa bir 2 kundan keyin yangi 6 metrligimiz kiradi. Uni ham narxini tanishtiraman sizlarga. Bu yerda ham 6 metrli strabilamiz. Hop, bu yerda 14 ga 3,5, zavodniki. Uzunligi 4 metrli. Buni narxi okalar 73 ming so'm. Buni ham narxi zavodniki bo'ladi. Buni ham shu qoldi okalar, 75 minggacha sotganman, 73 mingdan qilib beraman. 15 ga 5 arzon varianti 115 ming so'm, uzunligi 4 metrli, 15 ga 5, uzunligi 4 metrli. 110 ming so'mdan, 115 ming so'mdan, 115 ming uzr adashib ketdim. Toza lestova bo'ladi. Kurslar mashq holatda bo'ladi yog'och. Hozir buni 1.5 sort variantini ham ko'rsataman. Bu yerda rekamiz 5800 so'm. Hop, pashti 4,5, qalinligi o'sha 31-32, uzunligi esa 4 metrli bo'ladi. Buni metrining narxi akalar. Bu metr bay bo'ladi rekalar, ya'ni. Hop. 5800 so'mdan qilib beraman. Bu yerda to'rguchimiz 5300 so'm chiqadi. Bu yerda yana o'sha rekamizdan. Bu yerda 13 li razmerimiz. Bu ham zavodniki 73 ming so'm chiqadi bu.
11ligimiz arzon varianti 56 ming so'mdan 3,5 uzunligi 4 metrlik. Bu kelgan razmini 16 ga qalinligi 31 kelgan bo'ladi okalar. 56 mingdan qilib beraman. Buni 73 mingdan qilib beraman 14lik. 14lik chiqmaydi. 13 o'sha 13 dan o'sha olganmiz o'zimiz ham qalinligi esa 33 chiqadi okalar. Toza qarag'ay. Bo'yi to'r. Buni ham o'sha orqa tarafdan ko'rsatibman. Hamma chiroyli tarafini ko'rsatadi. Endi borgandagi orqasi bunaqa ekan desa, to'g'risi gap to'g'ri kelmadi. O'shuning uchun hammasini orqasini ko'rsatdim sizlarga. Xudo xolasa ochiq o'yin qilamiz. Mana orqa tarafi yo'q ochiq. Misol. Hamma o'sha oldini zo'r tarafini ko'rsatadi. Bu safar mana ham hammasini orqasini ko'rsatmoqchiman. Xudo xolasa hamma aybi o'sha orqasida bo'ladi yo'q. Bu yerda 15 ga 5imiz, bu 1/5 sort. Kurslar yo'llarni. Buni pashti butoqsiz bo'ladi bu yog'ochimiz. Nimaga 1/5 sort dedim? 15 ga 5 uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini o'kala. Xo'p. 125 ming so'mdan qilib beraman. Toza lestva. Mana qabzollar turibdi. Bu hech narsa qilmaydi. Libostanadan so'rab olasizlar. Hech qanaqa haliga yomon aqasi yo'q. Bu yerda 11 ga toza 3,5, suxoy 11.3 iniga qalinligi 34, uzunligi 4 metrlik suxoy strapillar bo'ladi okalar. Hozir kunda bozor juda trend bo'lgan strapil shu, baquvvat strapil so'raganligi. Buning narxi 60 ming so'm chiqdi okalar. 60 ming so'mdan bemalol sotib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda esa 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik toza lestva, sifatlari zo'r, 1/5 sort, bu ham o'sha butoqsiz ko'p bo'ladi. Ya'ni 30 ta 40 ta oladigan bo'lsani, kam o'sha 10 ta 15 tasi o'sha butoqsiz bo'ladi okalar. Ya'ni buni butoqsizini ajratib sotmaganmiz. Narxi 145 ming so'm okalar. Shuning uchun 145 ming so'm bir dona shtugi. Yangi lapshamiz, o'tkazib olib kelgan lapshamiz qolmadi. Bu yerda mana yangi lapsha. U yerda ham o'sha lapshamizdan ikkita pashti 4 ta joy ishlataman okalar. Ismim Davron, bilmaganlar uchun, yangi o'sha klientlarimiz uchun 4 ta joyimiz bor. Xudo xolasa joylarni ham tanishtiraman. Hop, narxi ikkitasi ham bir xil chiqadi, 23 ming so'mdan qilib beraman okalar. Foydalanib oling, lekin sifatlari o'ta zo'r okalar. Buni lapshaga o'sha tumkani taga ishlatiladigan, ba'zilar dimovka deydi, ba'zilar lapsha deydi. Hamma har xil okalar. Narxi o'sha aytganimdek 23 ming so'm. Uzunligi 4 metr qaraqa bilan. Hozir bu yerda endi qimmatroq variantdagi yog'ochlarimiz. Ya'ni spetallar bilan pashti bir xil. O'zi bular yangi narxda kirib kelgani uchun bularga qaraganda ancha qimmatroq chiqadi buni. Hozir birma-bir tanishtirib o'taman okalar. Hop, 14ligi 75 ming so'm, 3,5 uzunligi 4 metr. 11ligi 59 ming so'm, uzunligi 4 metrligi. Bu ham o'sha. 9ligi 32 ming so'm okalar. 9 ga 2. Buni ham o'zi arzon varianti bor. Hozir buni ham ko'rsataman. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ya'ni ozor yog'ochlarim bor. O'zlarini ham ko'rsataman okalar sizlarga. Bu 14lik polimiz bo'ladi. Ya'ni ochilmagan variant. Hozir sizlarga shu puntli variantini ham ko'rsataman. Bundan oldin ochilmagan variantini ko'ringlar dedim. 14 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Narxi okalar buni 47 ming so'm chiqadi. Urishina mumkin. Taxta zo'r. Misol nima bor lekin, misol bu yerda 9lik variant okalar. Uzunligi 4 metrlik. Buni narxi okalar 29 ming qilib beraman. O'zi buni ham arzon varianti bor. 11ligi. 11 ga 2, uzunligi 4 metrlik. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxini hop 36 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda mana arzon variantimiz. Kurslar narxi o'zi tushib ketaveradi misol olganda. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxini hop 27 ming so'm qilib beramiz. 9 ga 2, 27 ming so'm. Bu bilan o'zi 2 ming farq qildi. U bilan o'zi ancha farq bo'ladi. 11ligi 35 ming so'm chiqadi. 14ligi lestva okalar, bir tarafi bor. Buni narxi xo'sh 44 mingdan berib yuboramiz. Misol 3 metrlik 15 ga 5, narxi 85 ming so'm. 3 metrlik 15 ga 2,5, toza 15 ga 2,5. Uzunligi 3 metrlik bo'ladi. Narxi okalar. Xo'p. Narxini 45 mingdan qilib beraman. Lestva. Endi sizlarga ochilgan shpuntovni yog'och ko'rsataman hozir. O'sha va'da qiynalsam ham orqasiga o'tib hozir obzor qilib beraman sizlarga. Bilgan bo'lsan hamma taxtini orqasiga o'tib video qilyapman. Chunki o'sha aybini bilinglar, misol yog'ochlarimiz misol. Aybi yo'g'i okalar ko'rib turibsizlar, oz-moz qimmatroq bo'ladi. Misol, aybi bo'ri ham ozgina arzonroq bo'lgani bilan sifati ham bo'ladi okalar. O'shanisiga ham qarani misol. 13 ga 14 dan o'chirgan 13 qalinligi 2. Uzunligi esa 4 metrlik shpuntimiz bo'ladi bu. Narxi 49 ming so'm okalar.
sifati mana orqa taraf. Bunda umuman garbil bo'lmaydi. Po'choq bo'lishi mumkin ozmoz. Bu yerda mana 10ligi 10ga 10dan o'chirgan 9 qo'ygan, uzunligi 4 metr, qalinligi 2, bu 35 ming so'mlik variant. Buni okalar 32 minglik varianti bor, faqat skeletimda. Uni narxi okalar, xo'p, gideta bir 32 ming so'm chiqadi, o'zimiz orqasida obzorli bo'ladi okalar. Bu yerda mana 15 ga 5. Bulardan skeletimga tushgan 9 ga 5ligi mash qoldi, o'zi tushgandan keyin. Buni narxi okalar 67 ming so'm chiqadi. 4 metrli 9 ga 5 lestva. Bu yerda mana 14 ga 5imiz bor. Mana 14 ga 5, uzunligi 4.20 okalar. 4.20lik oladigan okalar, misol bo'ladigan bo'lsa, 4.10, eng kami 4.10 qilib beraman, ehtiyot. Narxi 110 ming so'mdan 14 ga to'liq 48-49 chiqadi. Bu yerda mana 11ligim ham ozgina qolgan. Buni narxi bir gideta bir 80 ming so'm atrofida chiqadi. Bu yerda mana shipper reykalar 4.5 ga 3.5, uzunligi 4 metrli okalar. Narxi okalar 6 ming so'm narxi beraman. Bu orqa tarafi. Bu ham o'sha 4.20 gacha chiqadi. Hop. O'shaning uchun okalar hammasini uncha kishi orqasini ko'rsatmay video qilgan uchun men prям boshqacha qildim. Misol har doim bir xil video qilavermanimda, bugun boshqacha usulda video qilgim keldi. Hop. Okalar, men tanamagan uchun men ismim Davron, xudo xolasa shu kanalni yurg'izaman, o'zimni kanalim, ham o'zim taxta purishman. Xudo xolasa hech qanaqa bizda muammo bo'lmaydi. Bemalol telefon qilib zakaz qilsani, chiqazib yuboramiz. Xohlasani o'zgina zakolat tashab bersani yaxshi bo'ladi. Bir hech kim bir-birini tanimaydi okalar. O'sha shopir pulini tashab bersani bo'ldi. Taxtani puli shart emas. Shopir borgandan keyin pulini shu shopirdan obratni berib yuboraverasizlar. Misol video yoqqan bo'lsa, okay, bir dona like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda 10 mingta bo'lamiz. Tanishlarga jo'natib qo'ysani ham xursand bo'laman shu videoni. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, xudo xolasa bizni kanalni yo'qotib qo'ymoqchi bo'lsa, yangi video qo'yganimda shu qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, xudo xolasa o'sha sizga xabar beradi YouTube o'zi. Xo'p, bo'lmasa biz videoni tugatamiz okalar. Bir 2 kunlardan keyin yangi taxtamiz kelgandan keyin okalar, shu yerlar to'ladi hamma joy. Hozir mana bir chekkadan prям to'ldirib kelibdi. Misol assortiment juda ko'p, skeletimizga chiqolmadi anchadan beri. Skeletimizda juda ko'p assortiment. Uni faqat video olishim uchun skeletni okalar, to'g'risi gap video cho'zilib ketdi. 1000 bor uzr. O'shani ham narsalarni tushuntirib qo'yay. Nimaga skeletga chiqmas deb juda ko'pchilik savol beribdi. Sabab u yerda ustunovlarimiz ishlaydi. Ularni to'xtatib tura olmaymiz. Men 10 minut, 15 minut, bu misol sizlarga 12 minutlik videoni men to'g'risi gap 20 minut, 25 minut, yarim soatgacha olishim mumkin. O'xshamagan kadrlar bor. Ularni kesib tashlayman, shunaqa qarochi. Shuning uchun skalatga chiqolmayman. Skalatni bu yerdan ko'p yo'q o'shlarim. Xudo xolasa, pol taxta bo'yicha agar pol o'zi kerak desani, men sizlarga bitta nomer beraman. O'zimni sherigim, biz ustunogimiz bor, faqat shpunt chiqadi u yerda. Faqat shpunt qiladi u bola. Shpunt bilan shug'ullanadi. U meni sherigim bo'ladi. Men faqat mana shu qurilish materiallari bilan shug'ullanaman. Telefon qilib so'rasangiz, nomerini beraman. Bemalol katta ob'yomda oladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsani, men nomerini beraman. Xudo xolasa, bemalol ularga ham murojaat qilsani bo'ladi. Pastda raqamni qoldirdim. Manzil Namangan shahar, o'sha Shamshiboy bozor okalar. Okalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana yangi videolarda ko'rishguncha.